Hammaga salom bolalar. Salom. Xo'p, qaranglar, bugun YouTube'ga 3-challenge'imizni olamiz. 3-challenge'da obunachilar и komanda a'zolari bilan penalti challenge qilamiz. Hamma biladi. Penalti challenge'da hamma bittadan tepadi. Gol urgan keyingi bosqichga o'tib ketadi. Gol ura olmagan chiqib ketadi. Oxirida yutgan o'quvchi priz ko'p bo'lmasa ham 50 ming pulni o'ziga nima qiladi? Oladi. Hamma tayyormi? Ketdi. Ana bugungi variatorimiz Saidalo. Saidalo nima deb o'ylaysan bugun? Qanchasini qaytarasan? Bolalar yutadimi? Yo shansi yo'qmi bolalarga? Men uchun shansi yo'qligi. Sen uchun shansi yo'q. Nima deysizlar bolalar? Yutamiz. Hozir Saidalo boshlaymiz. Ket. Bizning eng kichkina a'zoyimiz ota Salohiddin boshlovchisi. Tayyormisan? Qara Salohiddin. Urasanmi, urmaysan? Urasanmi? Saidalo ketdi. Tayyormisan? Ikkinchi ishtirokchi. Urasan? Urolmasang-chi. Abdurahmon. Ramzan Abdurahmon. Omad. Oy. Harosh. Muhammad Ziyo. Obunachimiz. Tayyormisan? Bizning keyingi ishtirokchimiz, ya'ni obunachimiz Sardor. Tayyormisan? Marata, ket. Keyingi ishtirokchimiz Abdulvoris. Omad tilayman Abdulvoris. Ham bitta mahoratini ko'rsat. Voy. Pas berdingmi? Voy. Toma. Keyingi ishtirokchi aslida ketiga qarab. Ket. Toma. Ikkita Abdulloh qoldi. Birinchi Abdulloh ketdi. Voy! Bizning keyingi ishtirokchimiz Abdusohib. Uramizmi? Uramiz. Ketdi. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. O'tgan videoda mana tepaga qarab turibdi. Endi mana chetga qarab. Não perde a razão, no batidão, só pura tentação. Umar tayyormisan? Omad. Keyingi ishtirokchi Islom. Tayyormisan? Urasan? Varita. I just get so Islom. Hozir uchinchi ishtirokchi qoldi. Haqiqatan hozir bulardan ikkitasi gol urdi. Urasizlarmi? Bormi uradiganinglar? Kim? Men tepaman, hozir gol uraman. Ket. E'zoz tayyormisan? Gol. 2 tane gol var. Başkanımız gol ursam yutib qoladi. Keyingi ishtirokchi bizda Mirkomil. Tayyormisan Mirkomil? Gol. Bitta udar bilan. Mirkomil. Ne gol uramading Mirkomil? Ne uramading? Ket. Sanjar. Omad. Keyingi ishtirokchi Doniyor. Tayyormisan? Ana keyingi ishtirokchimiz, ya'ni Muhammad Rizo. Messini fanatinsan? Messiga muxlislik qiladi, gol urasan? Ha, bitta futbolkani ko'rsat. Ket.
ishtirokchimiz Abdumalik. Abdumalik, qattiq tepasan. Ket. Qolgan ishtirokchilar, ya'ni bular gol urgan 5 ta. Kim yutadi deb o'ylaysizlar, bolalar? Ispoy tutqizaman. Bo'ldi. Bu yog'i omad. Kim bir tepa otdi? Men oxirgi bo'lib ketaman. Oxirgi kim bir? Bormi birinchi mujik? Ikki qoramiz yog'ini. 3. Bo'ldi. Ketdi unda o'tamiz. Hozir bolalar donozlikka o'ynashyapti. Men bir akaman. Yog'ini. Kettiramiz. Sam. Keyingi ishtirokchi. Aslidan ket. Oy! Azgina. Kimga keldi? Men. Tayyormisan? Ela desce, ela sobe no. Oy. Varatani maqtab yozib qo'yinglar kommentlarda varatani. Yaxshi turyapti. Yaxshi turibdi. Men qilib qo'ydim, men bunaqa. Qanaqa bosib qo'yishsin? Men bunaqa. Bizning keyingi ishtirokchi Islom. Ketdi ukan. Ikkita odam finalda, oxirgi ishtirokchi Abdurahmon ketdi. Finalchimiz Islom i Ramziddin. Kim yutadi bolalar? Yutadi. Vaqt ko'rsatadi. Ketdi unda. Udarni Islom boshlab beradi. Ketdi. Ikkalovligi ham gol urishda o'yin davom etadi. Ketdi Islom yana. Kulguli gol bo'ldi. Qanaqa gol bo'lib ketdi? Ket. Oy. Yutgan ishtirokchimiz Islom. Qalay bo'ldi ukam? Yaxshi, chotki. Gap yo'q, zo'r tepding ukam, malades. Qolganlarga keyingi safar omad tilayman. Bolalar, Abdullo. Ramziddin bizning eng zo'r ishtirokchilardan bittasi. Omad keyingi safar. E'zozbek. Men bugun sizni Men yutasan deb o'yladim ukam. Bugun emas, men bunaqa 50 minglarga, men kam Kattarog'iga 3 million bo'lganda chap oyolida gol urib beraman. bo'ldi, gap yo'q. Bizning yutgan ishtirokchimizga ko'p bo'lmasa ham 50 mingdan xursandmisan ukam? Xursandmiz. Keyingi safar yana yutishni tilab qolaman ukam. Gap yo'q. Penalti challenge tugadi bolalar. Chappi, chapmingizmi? Endi futbol. Ket.